Qani shu yerdan hozir men bitta uy qurib olay. Hayyo, barchangizga assalomu alaykum. Men sizlar bilan Kompot Novayning yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun mana o'sha hamma so'ragan Orolchada survival videosining birinchi qismi. Mana hozir shu yerdan biz mana shu kichkina ko'rib turgan orollarda survival qilamiz. Ketdik. Qani hozir shu yerdan bitta daraxtni chopib olaylikchi. Keyin qilamiz. Qani bo'lmasam qaysi mana shu yerda mana shu daraxt chopamiz. Mana hozir shuni bitta chopib olay. Mana shunday. Mana bu joylarni olib tashlaymiz endi. Bo'lmasa hozir bizga uy qurganda juda xalaqit beradi bu. Hozir shunday tez olib tashlay. Bo'lmasam mana buni suvga otib yuboramiz. Bizga bu hozircha kerak yo'q. Qani biz hozir shu yerda verstak, bitta sandiq va yog'ochdan bitta bolta, bitta kirka. Obbo. Yana bitta daraxt chopishga to'g'ri kelyapti. Uyni mana shu yerga qursam, mana buni chopamiz. Iloji mana shuni chopib yuboramiz, iloji yo'q endi. Qayiq yasashga bizga kerak bo'lyapti. O'zi bu yerdagi hamma daraxtlarni olib tashlayversam ekan. Bu olib yoki turaversin ekan. Hozir uy qurib bo'lgandan keyin ko'ramiz. Hozir men qishloq taraflargami, ana kemadami bitta o'tib qaytaman daraxt izlab. Mana shular qayiqga solay, shunda borib qaytaman. Bu daraxtlar obbo, boltani joni qolmadi-ku. Bundan nimaga qildim o'zim ham? Bitta qayiq, bitta lopata, yana bitta emas o'zi. Bitta. Men hozir shunda tez borib toshmi, nima olib kelay. Qani ketdim. Videoni o'chirib turaman, bo'lmasa juda cho'zilib ketadi video. Qani yana qaytyapman, mana juda uzoqda ekan u. Tez borib qaytyapman. Mana shunday qayiqni mana shu yerga chiqarib qo'yaylikchi. Obbo, qayiqning o'ra. Mana shu yerga qo'yib olamiz. Mana 2 stak tosh, 2 stak daraxt olib keldim mana. Tepaga quramizmi uyni? Menga bitta ideya keldi. Bu birinchi qavat bo'ladi mana shu yerda. Mana shunday joyi birinchi qavati bo'ladi. Shunday tagiga tomorqa bu yeri uy bo'ladi.
shunday ko'p joy ketmaydi. Biz hozir shunday qilib qurib olsak, mana shunday qilib mana bu yerlarni to'ldirib chiqaylik. Mana shunday qilamiz hozir buni. Va mana shu yerlarni suvni ustida mazza qilib, hozir men kamerani o'chirib turaman, polini ko'rganimcha keyin yoqaman. Mana shunaqa joylarni qurib oldim. Obbo, narvon qurish esdan chiqib ketdi-ku. Hozir narvon yasab olaylik. Toshim bor mana. Narvon qanaqa edi? Mana. Esimga tushdi. Va mana yana bitta cho'p. Mana shunday chiqamiz va endi pastki qismiga mana shu yerga bitta katta tomorqa ko'rsak. Boltam ham bitta ikkita sinib qoldi. Shuncha narsani ishlatib yubordim. Mana shu hozir bitta ikkita joylarni to'g'rilab bu qorong'uda o'sarmikan? O'saveradi bu Minecraft'ga bu. Buni hali uyimni katta qilaman hali. Obbo, qomatku. Hozir yana bitta borib qaytayman shu yoqqa. Qani ketdik. Yur. Hozir kamerani o'chirib turaman. Qani bo'lmasam qaytdik. Shu. Boshqa joyga ketib qoldim men. Kemam shu qayigim shu yerda turib turaversin. Bu mana shuni hozir taxtalarimni mana shu yerga qo'yib olay. Mana shunday qo'yib olamiz hozir. Mana shunday endi bitta joydan loy olib kelish kerak. Mana 3 stakka yaqin loy olib keldim. Bu yerdan normalniy hosil olsak bo'ladi. Ikkisi.
Mana bo'ldi. Endi mana bu uvajlarimni olib uyimni tepasiga olib chiqib va karavot ham yasab olib mana shunday va ikkita bo'ldi. Mana bu yerga karavotini narsalarni qo'yamiz. Mana bunaqa o'tiradigandan ham bitta yasab olamiz va tablichka bormikan bu yerda? Tablichkaga mana bir yog'i yo'q buni. Bo'ldi, shunda hozir sandig'im qani? Mana shularni keraklarni mana shu yerga, mana buni ham turaversin. Narvon daraxt, bir stak daraxt chiqibdi chopganimda. Qani bolta, qilich, bundan yana bo'ldi. Voy, qilichdan ikkita yasab olibman. Bundan ikkita. Barchangizga xayr. Kelasi video 600 obunachi bo'lgandan keyin chiqadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, mana bu qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.